do'stlar, immunologiya fani bo'yicha bo'layotgan navbatdagi darsimiz Immune Deficiency Syndromes, ya'ni immun tanqisligi sindromlar haqida bugun so'z yuritamiz. Demak, patologiyalar haqida bugun gaplashar ekanmiz. Immune deficiency'ni asosiy prinsiplari nimalardan iborat? Tamoyillari bu yerda ko'rishimiz mumkin. T hujayralar yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. B hujayralar yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam granulyotsitlar yoki komplement sistema oqsillarida yetishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Bu orttirilgan bo'lishi ham mumkin ekan, ya'ni HIV virusi tufayli yuzaga kelishi mumkin immun tanqisligi yoki bo'lmasam kimyoterapiya dorilari aynan immun tizimini susaytiradigan dorilar hisoblanadi. O'shalar ta'sirida ham immun deficiency bo'lishi mumkin, lekin biz bugun asosan o'sha irsiy genetik bo'lgan o'sha immun deficiencylar haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni tug'ma immun deficiency sindromlar haqida. Bular asosan tug'ilgan vaqtdayoq, o'sha chaqaloqlikdayoq ketma-ket o'sha infeksiyalarga chalinish bilan namoyon bo'lar ekan va ko'plab bir qancha turlari mavjud ekan. Dastlab X-linked A gamma globulinemiya bilan yoki bo'lmasam Bruton's amma gamma globulinemiya bilan tanishib o'tamiz. Bu kasallik X-linked kasallik hisoblanadi. X-linked degani bilingki, ko'proq erkaklarda ushbu kasallikni chalinish ehtimoli yuqori bo'ladi. Ya'ni X-linked resessiv holatda, aniqrog'i X-linked resessiv ushbu kasallik. Ya'ni bu degani, agar onasida mana shu tashuvchi bo'ladigan bo'lsa, 100% ehtimol bilan farzand o'g'il bo'ladigan bo'lsa, unda namoyon bo'ladi. Agar qizda bo'lishi uchun ikkala X ham resessiv bo'lishi kerak. Endi bu ehtimol nisbatan kamroq bo'ladi. Ko'proq X-linked resessiv erkaklarda uchraydi. Bu qanday yuzaga keladi? Failure of B cells precursors to become B cells. Ya'ni B hujayralarida muammo bo'ladi. B hujayralar yetishmovchiligi bilan, B limfositlar bilan bog'liq muammo bo'ladi. Bu yerda light chains not produced, ya'ni immunoglobulinlarni light chainlari bu yerda muammo bo'ladi. Ya'ni esingizda bo'lsa, immunoglobulinni ko'radigan bo'lsak, mana ikkita heavy chain, ikkita light chain mavjud bo'ladi. Aynan mana shu ko'kda belgilangan light chainlarda defitsit bo'ladi. Buni geni Bruton tirozin kinaza genida, BTK genida defekt bo'ladi. Mana shu genetik defekt hisobiga light chainlar shakllanmay qoladi. Aynan barcha turdagi mana shu immunoglobulinlar yetishmovchiligi bilan kechadi. O'zi immunoglobulinlar o'sha qondagi globulin oqsili hisoblanadi va gamma globulinlar deyiladi. Immunoglobulinlar A gamma globulini degani, A degani yetishmovchilik yo'q degani. Demak, qonda immunoglobulinlarning yoki gamma globulinlarning yo'qligi bilan tavsiflanadigan kasalliklar bu Bruton's A gamma globulinemiya yoki X-linked recessive bo'lgan ushbu kasallikda namoyon bo'ladi. Bu yerda odatda simptomlar 6 oydan keyin amalga oshadi. O'sha tug'ma kasallik hisoblanadi. Chunki maternal antibodieslar, ya'ni onadan o'tgan, bilamiz, IgG antibodilar orqali dastlab himoyalanib turadi. Bola keyinchalik esa o'zida B limfositlar yetishmovchiligi tufayli ko'plab infeksiyalarga chalinish holatlari ko'zga tashlanadi. Demak, recurrent respiratory bacterial infectionlar asosan mana qaysi infeksiyalar bilan chalinishni ko'rib o'tamiz. Chunki opsonization jarayoni bo'lmaydi. Antibodiyalar bu yerda muhim ahamiyatga ega edi. O'sha infeksiyalarni tashqi yuzasiga antibodiyalar qoplanib, keyin boshqa immun hujayralarni jalb etardi, opsonin vazifasini bajarardi. Lekin bizda antibodiyalar yo'q. Natijada Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia, mana shu asosan ikkita bakteriyaga nisbatan chalinish ehtimoli yuqori bo'ladi. Va qanaqa prezentatsiya, qanaqa keyslarda qanaqa tushadi bizda? Recurrent otitis media. Demak, o'rta quloqni yallig'lanishi bilan, masalan, otitis media quloqda hamda Yevstaxinaida demak yallig'lanish bo'lsa yoki sinusitlar bilan keladigan bemorlarda, o'sha yangi tug'ilgan 6 oydan o'tgan
bemorlarda o'sha chaqaloq erkak bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, mana shu X-linked agamma-globulinemiyaga shubha qilishimiz to'g'ri bo'ladi. Bundan tashqari gastrointestinal traktda ham bilamiz, immunoglobulin A'lar bu o'sha shilliq qavatda, respiratoriyda ham, gastrointestinalda ham, mana shu terida ham immunoglobulin A'lar birinchi bo'lib turib to'qnash kelardi. Boshqa antibodilarga nisbatan aynan IgAning ham yetishmovchiligi mana shu GI'lar bilan ko'proq kasallanishga olib kelinyapti. Ya'ni enteroviruslar, bular enteroviruslar oilasiga kiradi. Exoviruslar, polioviruslar hamda koksaki viruslar, mana shular bilan birinchi navbatda mana shu viruslarga nisbatan kurasha olmay qoladi. Shuningdek, giardia bu parazit hisoblanadi. Giardia lamblia, mana shu lambliozlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi, gastrointestinal trakt bilan bog'liq bo'lgan. Xo'p, bunga key findinglarga nimalar kiradi? Demak, B hujayralar yetishmovchiligi mature bo'lgan, ya'ni to'liq yetilgan B hujayralar yetishmovchiligi bo'ladi. Buni markerlar CD19, CD20 hamda B-cell retseptorlar hisoblanadi. Peripheral bloodda bular absent bo'ladi, yetishmaydi. Mana shu markerlarni ko'rmaydigan bo'lsak, demak, agamma-globulinemiyaga demak gumon qilamiz. Shuningdek, underdeveloped germinal centers of lymph nodes. Esingizda bo'lsa, o'sha limfoid organlar haqida gaplashganimizda, limfa tugunlari haqida gaplashganmiz. Limfa tugunlarining korteks qismida follikular mavjud edi. Follikular birlamchi va ikkilamchi bo'lishi mumkin edi. Qachon ikkilamchi bo'ladi? Yetilganda. Qachonki bilamiz, follikularlarda asosan B hujayralar, B limfositlar joylashadi. B limfositlar mature holatga, ya'ni yetilgan holatga o'tganda follikularlarda germinal center hosil bo'lar edi. Lekin ko'rishimiz mumkin, ushbu holatda yetila olmayapti globulinlar, immunoglobulinlar. Buning natijasida limfa tugunlarida germinal centerlar shakllanmaydi o'sha follikularlarda. Shuningdek, barcha antibodilarni all classesni absenceligini ko'rishimiz mumkin, ya'ni yetishmovchiligini. Umuman qonda antibodilar yo'qligi, demak, mana shu agamma-globulinemiya ekanligini ko'rsatadi. Bu yerda davo sifatida intravaskular immunoglobulins, mana bu immunoglobulinlarni o'zini yuborar ekanmiz intravenos shaklda. Bu demak X-linked agamma-globulinemiya haqida edi. Demak, ikkinchi ko'rib o'tadigan patologiyamiz bu selective IgA deficiency. Bu ham aynan B limfositlaridagi bo'ladigan yetishmovchilik ekan. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida immun defitsit sindromlari eng ko'p uchraydigani ekan. Har 600 tadan bittasida mana shu patologiya bilan tug'ilishi mumkin ekan. Ya'ni immunoglobulin A ning yetishmovchiligi bilan, selektiv degan faqatgina mana shu IgA ning yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lgan kasallik hisoblanyapti. Ya'ni qolgan antibodilar normada ishlayapti o'zini holatida. Endi buni IgA defektiv bo'lar ekan va buni aniq mexanizmi hali noma'lum, qanday yuzaga kelib qolayotganligi. Lekin va ko'pgina bemorlarda bu asimptomatik holatda kechadi. Ya'ni simptomlar bilinmasligi ham mumkin ekan. Xo'p, symptomatic patientlarda qaysi kasalliklar? Recurrent, qayta sinusitlar, hamda nafas olish tizimi infeksiyalari. Shuningdek, o'sha otitis media bundan ham kuzatilyapti. Sinusitlar pnevmoniya bilan kechishi mumkin yoki bo'lmasam diareya kasalliklari va ayniqsa giardiyaga, mana shu giardias lambliozisga bo'lgan o'sha bilan ko'proq kasallanish kuzatiladi. Shuningdek, blood transfusionlarida anafilaksis bilan ko'p anafilaktik shok holatlari ko'p kuzatiladi. Aynan keyslarga ham e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu blood transfusion bilan bo'ladigan bog'liq muammolarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu IgA deficient bo'lgan patientlarga nisbatan o'sha antibodilar shakllanib qolar ekan. Bundan tashqari sistemik lupus eritematoz hamda reaktiv artritislar ham ko'p uchraydi. 20-30% bemorlarda, immun tanqis bo'lgan bemorlarda autoimmun kasalliklar shakllanar ekan.
Hop, selective IgA deficiency'ga diagnoz qo'yishimiz uchun IgA miqdori 7 milligram taqsim desiliterdan kam bo'lishi kerak ekan, hamda boshqa antibodilar miqdori normada bo'lishi kerak, jumladan IgG hamda IgM antibodilar miqdori. Demak, davo sifatida antibiotiklar qo'llaymiz, boya ko'rib o'tgan bakteriyalarimiz yoki parazitlarimizga qarshi. Shuningdek, bunda ham xuddi birinchi ko'rib o'tgan patologiyamiz singari intravaskulyar immunoglobulinlar yuborilar ekan. Xo'p, buni o'ziga xos jihatlaridan biri beta HCG testi false pozitiv natija berar ekan bizda. O'sha pregnancy test hisoblanadi bu odatda, lekin aynan mana shu kasallikda selective IgA deficiency'da mana shu pozitiv bo'lib qolishini ko'rishimiz mumkin ekan, beta HCG. Human chorionic gonadotropin beta testi pozitiv bo'ladi, lekin asli xato bo'ladi. Ya'ni bu yerda hech qanaqa homilador bo'lmagan odamlarda ham IgA mana shu beta HCG pozitiv bo'lishi mumkin ekan. Demak, heterofil antibodilari ishlab chiqarilar ekan IgA deficiency'da. Shuning uchun ham false pozitiv bo'lgan beta HCG ni bunga olib kelar ekan. 30% gina bemorlarda bu test pozitiv bo'lishi mumkin ekan, lekin bunda demak hali shubha qilishga erta ekan pregnancy'ga. Xo'p, navbatdagi patologiyamiz common variable immunodeficiency hisoblanadi, CVID kasalligi. Bu ham aynan beta B limfositlarning yetishmovchiligi bilan bog'liq kasallik. Bu yerda B cell maturation, ya'ni B sellarni voyaga yetishida defekt yuzaga kelyapti. Hamda plazma hujayralari hamda antibodilarning yetishmovchiligi bilan kechmoqda. Xo'p, buni bir qancha sabablari mavjud ekan. Ko'proq unchalik ham ma'lum emas sababi, lekin ko'plab ondan ortiq gen mutatsiyalari mana shu common variable immunodeficiency'ga sabab bo'ladi. Odatda o'zidan o'zi kelib chiqadi, sporadik hamda family history'da ko'rinmasligi mumkin. Boshqa qarindoshlarida hech qanaqangi bu holat bo'lmay turib ham ushbu kasallik o'z-o'zidan yuzaga kelib qolishi mumkin ekan. Bu yerda B hujayralar normada bo'laveradi, miqdori bor, qonda mavjud, lekin antibodilar ishlab chiqara olmaydi. Antibodilar yetishmovchilik bo'ladi. Asosan IgG antibodilarida yetishmovchilikni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, IgA hamda IgMlarda ham vaqti kelganda yetishmovchilikni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, common variable immunodeficiency bu ham boyagi X-linked A gamma globulinemiyaga o'xshaydi. Chunki bunda ham antibodilar yetishmayapti. B limfositlar ishlab chiqaradigan. Bunda ham xuddi o'sha kasalliklarga chalinishni ko'rishimiz mumkin. Boyagi prosta X-link bo'lgani uchun ko'proq bolalarda bo'ladi, o'g'il bolalarda. Demak, diagnozda biroz boshqacharoq kartinani ko'rishimiz mumkin, lekin bakteriyalarga chalinish o'sha recurrent respiratory bacterial infection bu yerda ham enteroviruslarga hamda giardiyalarga chalinish ko'p uchraydi. Demak, X-linkdan farqi diagnozda not X-linked bo'ladi bu, ya'ni femalelarni ham o'sha ko'rishimiz mumkin bo'ladi ushbu common variable immunodeficiency'da. Shuningdek, kechroq yuzaga keladi. Keyinchalik mana shu kasallik xuruj qilishi mumkin ekan 20-45 yoshlar oralig'ida. Birinchi ko'rib o'tgan patologiyamizda esa tug'ilganda 6 oydan keyin ushbu belgilar yuzaga kelayotgan edi. Hamda tezroq ko'p uchraydi bu ushbu kasallik. Boshqa kasalliklarga nisbatan reaktiv artritis, pernicious anemia, limfomalar bilan birgalikda kechar ekan bu. Ya'ni boshqa yondosh kasalliklar bilan ham assotsiatsiyalagan holatlarda mana shu kasalliklardan birgalikda, autoimmun kasalliklardan birgalikda kechishi mumkin ekan. Demak, B cell disorderlari haqida edi o'sha yuqorida gaplashib o'tgan 3 ta kasalligimiz. Demak, birinchi IgA selective IgA deficiency'da B hujayralari normada bo'laveradi. Faqatgina IgA kamaygan edi. Bruton X-linked Bruton's A gamma globulinemiyada esa barcha B hujayralarining miqdori kamaygan. Common variable immunodeficiency'da esa B cell norma bo'laveradi. B hujayralari normada, lekin ular maturation bo'la olmayapti. Bular
immunoglobulin ishlab chiqara olmayapti. B hujayralari normada, faqatgina ulardagi antibodilari normada emas. Demak, Brutonda ham immunoglobulin past, bunda ham past, lekin Brutonda B hujayralari hisobiga bo'lyapti. Bular esa B hujayra antibodi ishlab chiqara olmayotganligini hisobiga bo'lyapti. Mana shu kalit farq hisoblanadi ikkita kasallikni. Demak, simptomlari uchalasida ham bir xil simptomlarni ko'rishimiz mumkin. Asosan nafas olish hamda hazm qilish traktidagi demak kasalliklar o'sha bakteriyalarga va viruslarga bo'ladigan chalinish. Demak, IgA deficiencyda false positive beta HCG o'sha homiladorlik testi pozitiv bo'lib qolishi, false positive. Mana bu demak, systemic lupus erythematosus, reaktiv artritislar bilan birgalikda kelishi mumkin ekan IgA deficiency. Brutonda demak infancyda 6 oydan keyin, tug'ilgan 6 oydan keyin mana shu kasallik belgilari vujudga kelishi mumkin ekan. Common variable'da 20-45 yosh oralig'ida, shuningdek autoimmun kasalliklar hamda limfomalar bilan birgalikda kelar ekan. Mana bularning kalit farqlari yuqorida ko'rib o'tgan 3 ta kasalligimiz. Bular faqatgina o'sha B hujayralari bilan, B limfositlar bilan bog'liq bo'lgan immun tanqisligi sindromlari edi. Endi boshqa mana endi T hujayralarini yetishmovchiligi bilan kechadigan immun defitsit sindromlar haqida gaplashib o'tamiz. Birinchisi bu timik aplaziya hisoblanadi. Ayrson bezning rivojlanmay qolishi, Dijort sindromi deyiladi. Bu Dijort sindromi bir qancha organlar yetishmovchiligini o'z ichiga oladi. Buni demak ildizda yotgan muammo shundaki, 3-4 faringel patchlarning yetishmovchiligi, shaklini olmay qolishi. Ya'ni buning uchun embriologiya kurslariga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Embriologiyada faringel apparatni o'sha o'zini faringel patchlari, faringel archlari, faringel kleftlari bor edi. Endi ular haqida chuqurlashmaymiz. Faqatgina mana faringel patchlari 3-4 qismidan o'sha rivojlana olmayapti. Aynan o'sha faringel patchni 3-4 qismidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'sha yerdan shakllanadigan organlar yoki organlarning qismlari shakllana olmay qolyapti ushbu holatda. Bu 24-28 kunidayoq o'sha muammo yuzaga kelar ekan embrioda. Shu tufayli aynan bizga kerak bo'lgan timus shakllana olmay qolyapti. Timus bilamiz, T limfositlarning yetishish joyi, maturation bo'ladigan joyi. Mana shuni hisobiga demak immun tanqisligi kelib chiqyapti. Bundan tashqari faringel patchdan shakllanadigan boshqa organlarning ham yetishmovchiligi bo'ladi. O'shalar bilan kombinatsiyada kelayotganiga qarab timik aplaziyani boshqa organlar bilan diagnostika qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak Dijort sindromi 22-xromosomaning 11 o'sha qo'lida, kalta qo'lida uzun qo'lida yuzaga keladigan xromosoma deletion, xromosomani delay bo'lib ketishi. Keyin pointi bu demak oilaviy bo'lmaydi. Not familial. Demak qarindosh urug'lar bo'lmay qolishi ham mumkin ekan. Buni triadasi mavjud. Asosiy triadasi demak timusning yo'qligi. Timus yo'q degani T hujayralari ham shakllana olmaydi, maturation bo'la olmaydi. Aynan T hujayra yetishmaydi hamda recurrent infection degani parathyroid gland ham aynan 3-4 faringel pouchdan rivojlanardi. U ham yetishmaydi endi shu tufayli, yetishmovchilik tufayli hamda parathyroid gland bo'lmagandan keyin PTH bo'lmaydi, parathyroid hormon bo'lmaydi. Parathyroid hormon kamligi, kalsiyni kamligi, bu hypokalsemiya va tetanilarga sabab bo'ladi. Shuningdek congenital heart defects, conotruncal heart defects ham deyiladi. Demak, yurak nuqsonlari yuzaga keladi. Yurakni aynan 3-4 faringel patchdan yuzaga keladigan qismlari yetishmaydi. Shuning tufayli truncus arteriosusni ko'rishimiz mumkin, tetradafallolarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, yurak nuqsoni, parathyroid, ya'ni gipokalsemiya hamda
ketma-ket o'sha bakteriyalarga chalinish holatlarini ko'radigan bo'lsak, demak ikkilanmay turib bu yerda Dijor sindromi ketayotganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, heart defektlardan aytilyapti. Abnormal aortic arch shakllanishida muammo, truncus arteriosus, o'sha arteriyalar o'rtasidagi trankni o'sha qolib ketishi, o'sha paroklar bilan ketish hamda tetrada fallo o'zini alohida subtiplari mavjud. Shuningdek, atrial septal defekt, ventrikular septal defekt, ularning barchasi haqida kardiovaskular sistemda batafsil gaplashib o'tilinadi. Biz hozirgina bilishimiz kerak bo'lgan shunchaki yurak nuqsonlari bilan birga keladigan immun tanqisligi ekanligini bilib olsak bo'lgani. Xo'p, timik aplaziya, ya'ni Dijor sindromini immun simptomlari haqida ko'radigan bo'lsak, demak, ketma-ket qayta infeksiyalar bilan chalinish, bu virus bo'ladimi, zamburug' bo'ladimi, o'sha protozoa bo'ladimi, ya'ni sodda hayvon bo'ladimi, shuningdek bakteriya bo'ladimi, intrasellyulyar bakteriyalar ekanligi qamoqqa molik. Shuningdek, yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, immun tizimiga oid simptomlar rivojlanib boradi, simptomlar kuchayib borishini ham ko'rishingiz mumkin bo'lar ekan. Shuningdek, cleft palate hamda mandible problemslar ham mavjud bo'ladi, ya'ni quyon lab, bo'ri tanglay kabi holatlarni ham birga ko'rishimiz mumkin ushbu kasallikda. Ya'ni yuzda ham qanaqadir muammolar bo'ladi. Conotroncofacial defekt ham deyilardi, adashmasam, shu Dijor sindromi yana nomlanganda. Demak, key findinglari: no thymus shadow, chest X-ray orqali o'sha ko'krak qafasini rentgenogrammasi orqali biz ko'rmaymiz thymusni. O'zi normada thymus katta bo'ladi chaqaloqlarda, lekin uni shadowi ko'rinmas ekan ushbu kasalliklarda. Shuningdek, severe combined immunodeficiency da ham mana shu ikkala kasallikda thymic shadow ko'rinmaydi. Keyslarda ko'rishimiz, eslab qolishimiz kerak. Keyslarda absent thymic shadow deydigan bo'lsa, ikkita mana shu kasalliklarga shubha qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari, agar severe combined immunodeficiency deymiz qachonki gipokalsiyemi bo'lmaganda, facial heart abnormalities bo'lmagan taqdirda thymic shadow ko'rmayapti. Demak, severe combined immunodeficiencyga shubha qilishimiz kerak. Agar yurakdagi o'zgarishlar, gipokalsemiya hamda yuzdagi qanaqadir o'sha kleftlar bilan kechadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, biz demak qo'rqmasdan turib Dijor sindromi deb tashxis qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak, T hujayralari miqdori kam bo'ladi, T hujayra strukturalari yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Aynan limfa hujayralarining parakorteks qismi rivojlanmay qoladi. Chunki limfa hujayralarining parakorteks qismi aynan T hujayralar mavjud qism hisoblanar edi. Shuningdek, splindagi periarteriolar shitsda ham muammo bo'ladi. O'sha struktura yaxshi rivojlanmaydi, chunki periarteriolar shitsda, aynan splin mana shu qismida T hujayralar joylashar edi. Demak, davo sifatida thymic transplantation amalga oshirish kerak bo'ladi. Shuningdek, hematopoietic cells bone marrow transplantation ham amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Buni demak Dijor sindromida transplantatsiya orqaligina immun tizimini tiklashimiz mumkin bo'lar ekan. Navbatdagi sindromimiz bu Jobs sindromi, ya'ni hyper IgE sindromi ham deyiladi. Bu kamdan kam uchraydi o'zi, lekin qanday kelib chiqishi ham mexanizmi to'liq tushuntirilmagan va asosan immun simptomlari terida hamda suyaklarda ko'rinadi. Bu yerda TH17 hujayralarida yetishmovchilik bo'ladi. CD4 pozitiv bo'lgan TH17 hujayralari bor edi. Demak, interleykin 17 ni ishlab chiqarishda kamchilik bo'ladi. Mana shu miqdor kamaygan bo'ladi. Bilamizki, mana shu TH17 neytrofillarning yallig'lanish nuqtasiga jalb qilish
vazifasini bajarardi, attraction vazifasini bajarardi. Aynan ushbu defektda neytrofillarning yallig'lanish sohasiga borishi kamayadi. Demak, STAT3 signaling pathway'da defekt bo'lyapti. Signal transducer and actuator transcription deyiladi. Mana statni kengaytmasi hamda sitokinlar tomonidan aktivlanishi kerak bo'ladi. Mana shunda defekt bo'ladigan bo'lsa, IgE ni overproduction qilib yuboradi. Lekin interferon gamma miqdori kamayar ekan. Mana shu kalit nuqta diagnostikada e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Immunoglobulin E miqdori haddan tashqari ko'p, interferon gamma kam. Demak, ushbu sindromda eslab qolishimiz kerak bo'lgan jihat bu asosiylari mana shu TH17 hujayralarining yetishmovchiligi, shuningdek STAT3 da defekt bo'lgan hisobiga shuningdek immunoglobulin E lar miqdori oshib ketadi, interferon gamma miqdori esa kamayib ketadi. Shularni ko'rishimiz mumkin bo'ladi ekan ushbu sindromda. Va bularning endi o'ziga xos jihatlari shundaki, terida qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Dastlabki haftalaridanoq haftani ekzemalar kuzatiladi. Shuningdek, gistamin ajralishi ko'payib ketadi. IgE hisobiga, buni hisobiga terida qichishlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu rasmda ko'rganimizdek. Shuningdek, Staphylococcus absesslari mavjud bo'lar ekan. Shuningdek, bu cold hisoblanadi. Chunki o'sha yallig'lanishni bilamiz. Odatda yallig'lanish sohasida issiqlikni, qizarishni ko'ramiz, lekin bu yerda bo'lmaydi. Chunki sitokin productioni ishdan chiqqan, interferon gamma miqdori kam. O'shani hisobiga cold absess bo'ladi. Absess bo'laveradi, yaxshi ishlayveradi. Lekin ayrim sitokinlarning yetishmovchiligi, interferon gamma yetishmovchiligi tufayli cold absess kuzatilyapti. Demak, ketma-ket sinusitlar bo'ladi, bu yerda ham otitlar, hech qanaqa demak fever bo'lmaydi. Isitmasiz kechadigan yallig'lanish, shuningdek yuzda o'zgarishlar, nazal bridge, keng burun ko'prigi ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, retained primary teeth, ya'ni sut tishlarning qolib ketishi, demak ikki qator tishlar bo'lib qolar ekan. Bu ham Jobs sindromida o'ziga xos kasallik. Shu o'zgarishlarni ko'radigan, demak ikki qator tishli odam bo'lib qolishi mumkin ekan. Ya'ni sut tishlari to'kilmay turib, ustiga doimiy tishlar chiqib ketishi ham ikki qator bo'lgan tishlarni ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, endi klassik case'da qanaqa ko'rinadi bu? Yangi tug'ilgan chaqaloq, yuzida o'zgarishlar, o'sha burnida, shuningdek tishlarida ikki qator tishlarni ko'rishingiz mumkin. Terida toshmalar, qichishishlar, shuningdek teridagi absesslar cold bo'ladi. O'sha yallig'lanish sohasida hech qanaqangi issiqlikni ko'rmaymiz, qizarishni ko'rmaymiz. Shuningdek, ketma-ket infeksiyalarga chalinadi, immun tizimi zaif va bu yerda fever, ya'ni isitma bo'lmaydi. Laboratoriyada ko'radigan bo'lsak, immunoglobulin E miqdori oshgan bo'ladi, interferon gamma sitokinlar miqdori kam. Shuningdek, TH17 pozitiv bo'lgan, o'sha CD4 pozitiv bo'lgan TH17, T helper 17 larning miqdori ham kam bo'lar ekan, hyper IgE, ya'ni Jobs sindromida. Xo'p, navbatdagi ko'radigan patologiyamiz chronic mucocutaneous candidiasis. Bu asosan kandidalarni miqdori ko'payib ketishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. O'zi asli biz ko'rib o'tgan defect in autoimmune regulator genda. Mana shu autoimmun tizimi kasalliklarini ko'payib ketishini oldini olib turadigan gen mavjud edi bizda. Aynan o'sha genda defekt bo'lyapti. Buning natijasida autoimmun kasalliklar qo'zg'alishi mumkin. Shuningdek, immun tizimi tushib, aynan kandidaga nisbatan sezgir bo'lib qoladi. Kandidaga nisbatan o'sha ko'proq kasallanish holatlari yuzaga keladi. Xo'p, ushbu kasallikni belgilarini tushunib olishimiz uchun ushbu gen qanaqa funksiya bajarishini dastavval bilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, AIRE genini funksiyasi, birinchi funksiyasi bu
dektin bir retseptori bilan aloqador ekan. Dektin bir retseptori kandida antigenlariga nisbatan javobni yuzaga keltirishda muhim hisoblanadi. Agarda ARNda yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, demak dektin bilan ham yetishmovchilik kuzatiladi. Natijada kandidaga nisbatan antigenlar shakllanmay qoladi. Natijada recurrent candida infections, aynan kandidalar bilan ko'proq kasallanish kuzatiladi ushbu kasallikda. Ikkinchi asosiy funksiyasi, ARN funksiyasi, bu self antigenlarni production qilish timusda. Timusni o'zini self antigenlar, o'sha antigen presenting hujayralar mavjud edi. Bu butun organizmdagi barcha hujayralar haqidagi, self antigenlar haqidagi ma'lumotni T hujayralariga ko'rsatish, ya'ni bu o'zimizniki, bunga tegmanglar degan ma'noda tarbiyalash edi T hujayralarini timusda. Timus bilamiz yetiladi, T hujayralar timusda yetiladi. Ya'ni self antigenlar ko'rsatsa, o'sha T hujayralarini negative selection agar qattiqroq bog'lanadigan bo'lsa, apoptozga uchratardi T hujayralarini. Aynan o'sha prezent qilib berish, presenting vazifasini AR genlari bajarar ekan. Endi self antigenlarni prezent qilib bera olmaydigan bo'lsa, o'shalarni tanimay qoladida, autoimmun kasalliklar yuzaga keladi. Demak, ARda defekt bo'ladigan bo'lsa, autoimmun kasalliklari, T hujayralari bilan bog'liq bo'lgan autoimmun kasalliklar yuzaga keladi. Asosan autoimmun jarayonlar endokrin hujayralarga qaratilgan bo'ladi. Ulardan asosan paratiroid hamda adrenal, demak buyrak usti bezi hamda qalqon atrofi bezi, paratiroid glandni nisbatan autoimmun kasalliklar yuzaga keladi. Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi, qachonki kandida bilan ko'proq kasallanish, paratiroid gormon kam bo'lgan hisobiga gipokalsemiya hamda adrenal insufficiency, adrenalga o'sha Addison kasalligi bilan og'rigan bemor, o'sha 3 triadani ko'radigan bo'lsak, ushbu kasallikka shubha qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, xronik mucocutaneous candidiyazda T hujayralarda defekt bo'ladi. T hujayralar bilan bog'liq kasallik. Bu yerda cell mediated immunity defect yuzaga keladi. T helper 1 hujayralar kamligi va interleykinlar ishlab chiqara olmaydi o'zidan. Buning hisobiga interferon gamma ham kam. Buning natijasida anti-inflammatory cytokainlarni miqdori oshib ketadi. Demak, B hujayralar yetishmovchiligi bu yerda bo'lmas ekan. Aynan shuningdek T hujayralarini kandidaga nisbatan javob reaksiyasi yuzaga chiqmay qoladi. Shuning uchun kandida bilan ko'proq kasallanish holatlari ko'zga tashlanadi. Demak, navbatdagi belgilar bu kronik surunkali teri hamda mukoz membranadagi kandida infeksiyalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Oral thrush, ya'ni o'sha oq shunaqa zamburug'ni belgilarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan kandida bilan kasallangan bemorlarda o'sha thrush so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, kandidaga shubha qilishimiz kerak bo'ladi. Bu terida bo'ladi hamda qizillo'ngachning shilliq qavatida yuzaga kelarkan. Shuningdek, endokrin dysfunction bilan keladi, hypoparatiroidism hamda adrenal failure bilan kelishadi. Demak, case misolida ko'radigan bo'lsak, bola ko'plab o'sha thrushlar bilan kechadi hamda diaper rash. Shu belgi bilan keladigan bo'lsa, yosh bolalarda bu kronik mucocutaneous candidiyaz. O'zi kandida bilan kasallanish asosan immunocompromised bo'lgan bemorlarda, ya'ni immuniteti past bo'lgan bemorlarda, asosan ayollarda yuzaga kelardi. O'sha lekin bolalarda agar kandidani ko'radigan bo'lsak, bu demak mana shu kasallikka shubha qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, T hujayralar shilliq qavatni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O'zi HIV patientlari hozir aytib o'tdik, immuniteti past bo'lgan patientlarda kandidaga chalinish kuchayadi. Bilamiz, HIVda aynan CD4 hujayralariga hujum bo'ladi. CD4 hujayralari ishdan chiqqandan keyin T hujayralar kamayadi va natijada kandida bilan kasallanish ko'payadi. Aynan ushbu genetik yetishmovchiligida, AR geni yetishmovchiligida ham mana shu holatni ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
Shuningdek, neytrofillar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Systemic defense'da HIV patientlari kandida bilan kasallangan bo'lsa ham kandidemiyani ko'rmaymiz, chunki qonda neytrofillar borda o'sha kandidaga qarshi kurash olib boradi. Lekin o'sha to'qimalarda, terida, esofagusda kandida bilan kasallanishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, mana kronik mucocutaneous candidiyasida ham kandidemiya bo'lmaydi, chunki neytrofillar normada ishlayapti. Qondagi kandidalar bilan neytrofilni o'zi kurashib qo'yaveradi, lekin teridagi o'sha mukoz membranalaridagi kandidaga qarshi kurashishga albatta T hujayralar talab etiladi. Demak, kimyoterapiya oladigan patientlar albatta immuniteti tushadi ularda, hamda kandidemiya xavfi yuzaga keladi ularda, chunki ular neytrofillarni ham kamaytiradi kemo patientlar. Shuningdek, neytropeniyaga sabab bo'ladi. Bu natijasida qonda ham kandidalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi patologiyamiz severe combined immunodeficiency hisoblanadi. Bu yerda loss of cell mediated and humoral immunity. Bu nafaqat T hujayralar, nafaqat B hujayralar, balki ikkalasini birgalikdagi yetishmovchiligi. Bu demak birlamchi T cell problem. Shuningdek, T cell problem o'z navbatida B cell problemiga ham sabab bo'ladi. Bu ikkilamchi bo'lar ekan ko'p holatlarda. Demak, combined immunodeficiency deyapti. Ikkala T hujayrani ham B hujayrani ham yetishmovchiligini ko'ramiz bu holatda. Hop, severe combined immunodeficiencyda nimalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi? T hujayralarda ham B hujayralarda ham yetishmovchilik bo'lgandan keyin o'shalar rivojlanadigan arealarda ham kamchilikni ko'rishimiz mumkin, yoki umuman bo'lmaydi, yoki funksiyasi kamayadi. Ya'ni loss of thymic shadow, ya'ni T hujayralari yetiradigan timusda ham timusni ham funksiyasi kamayadi. Shuning hisobiga thymic shadow ko'rmaymiz. Boya aytib o'tdik. Ya'ni severe combined immunodeficiencyda hamda Dijorj sindromida thymic shadowni ko'rmaymiz. Dijorj sindromini bilamiz, qo'shimcha belgilari bor: gipokalsemiya hamda yuzdagi defektlar, yurakdagi defektlar. O'shalar bilan birgalikda thymic shadow absent bo'ladigan bo'lsa, biz Dijorjga shubha qilishimiz kerak. Agar B hujayralar ham kam, thymic shadow umuman ko'rinmaydigan bo'lsa, boshqa demak limfa tugunlaridagi germinal centerlar ham yetishmovchiligi bilan birga keladigan bo'lsa, bu demak severe combined immunodeficiency ekanligiga dalolat qiladi. Hop, susceptible to many infections. Bu yerda thrush degani kandidani tushunishimiz kerak. Bakteriya, viral hamda fungal infeksiyonlarga nisbatan sezgirlik oshib ketadi. Asosan bolalarda mana shu kandida belgilari diaper rash, failure to thrive, ya'ni immuniteti juda ham past bo'lganligi uchun yashovchanlik qobiliyati ham juda past bo'ladi ushbu kasallik bilan og'rigan bemorlarda. Bu yerda hattoki suyak ko'magi transplantatsiyasida ham o'limga olib kelishi mumkin ekan. Bu juda xavfli kasallik ekan. Achinarlisi, X-linked bo'lgani uchun ko'proq bolalarda uchrar ekan. Erkaklarda sitokin retseptorlarining gamma subunitida muammo bo'ladi. Aynan interleykin 2 retseptorlari, bu o'sha interleykin 2 ni o'zi T hujayralarining proliferatsiyasiga sabab bo'lar edi. Aynan o'sha interleykin 2 ni kodlovchi genda muammo bo'lyapti. O'sha tufayli T hujayralar yaxshi rivojlanmay qolyapti. Shuningdek, adenozin deaminaza genida ham defitsit bo'ladi. Bu demak purin nukleotidlarini sintezida aynan limfatsitlardagi purin nukleotidlaridan adenozin hamda deoksiadenozin miqdori ko'payib ketadi. O'shalarni zararsizlantirish uchun ushbu ferment kerak bo'ladi. Aynan mana shu adenozin hamda deadenozin, deoksiadenozin limfatsitlar uchun toksik moddalar hisoblanadi. Aynan mana shu adenozin deaminaza gen yetishmovchiligi tufayli toksik moddalar miqdori ko'payib ketib, limfatsitlarni zararlab qo'yadi. Bu ham severe combined immunodeficiency sabablaridan biri.
Demak, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni qanday aniqlaymiz, screening qilamiz? Maternal T cell may falsely indicate normal counts. Onadagi T hujayralar bolaga o'tish tufayli, demak, bizga to'liq falsely natija berishi mumkin ekan. Bizda demak TREX ni aniqlashimiz kerak bo'lar ekan, ya'ni T cell receptor excision circles. Mana shuni miqdorini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Agar kamaygan bo'lsa, ushbu severe combined immunodeficiency ga shubha qilamiz. Shuningdek, sirkular DNA paydo bo'lar ekan timusdagi T hujayralarda. Bu ham o'sha ko'rishimiz mumkin ekan. Shuningdek, har xil holatda bo'lishi mumkin ekan, og'ir yengilligiga ko'ra. Demak, qanaqa holatda ko'ramiz? Severe classic case, infant with recurrent infection, ketma-ket infeksiyaga chalinayotgan bola, ko'plab sistemalar zararlanyapti, otitlar, quloq, gastrointestinal trakt hamda kandida bilan kasallanishlar bor, chunki immun tizimi kam, teridagi tirashlarni ko'rishingiz mumkin. Absent thymic shadow, T hujayralari yetila olmayapti timusda. Shuningdek, kalsiy normada, heart normada. Demak, Dijor sindromi bilan solishtiradigan bo'lsak, ko'rdik, thymic shadow yetishmovchiligi ikkita kasallikda bor, Dijorda ham, severe combinedda ham. Mana bu qo'shimcha belgilar bizga o'sha severe combined immunodeficiency ga tashxislashga olib boradigan qo'shimcha belgilar hisoblanadi. Demak, mana aytilyapti, boya ko'rib o'tgan adenazin deaminaza fermenti yetishmovchiligi nimaga olib keladi? Bu natijasida deoksiadenazin trifosfat miqdori ko'payib ketadi. Bu ribonukleotid reduktazani bloklashi demak ishonilar ekan. Ribonukleotidlar demak adenazin, guanin, sitozin, uratsil sintezida qatnashadi. Demak, deoksiribonukleotidlarga aylanar ekan ushbu ribonukleotid reduktazi orqali. Buning natijasida DNK sintezi kamayadi, B va T hujayralarining miqdori kamayadi. Ya'ni boshqa manbalarda aytiladiki, mana shu deoksi ATF T hujayralari uchun toksik modda sifatida ham keltiriladi. Adenazin agar inazinni hosil qilmaydigan bo'lsa, deoksi adenazinga paydo bo'lishi oshib ketadi. Natijada toksik modda sintezlanib qoladi. Demak, navbatdagi patologiyamiz ataksiya teliyangi ektaziya hisoblanadi. Bu autosomal resessiv genetik kasallik, nafaqat immun tizimi, balki boshqa belgilar bilan ham yuzaga keladi. Aynan immun tanqisligi bilan ham kechganligi tufayli biz buni immun defitsit kasalliklariga ham kiritganmiz. Ya'ni bu yerda ATM genida, 11-xromosomadagi ATM genida defekt mavjud. Ya'ni ataksiya teliyangi ektaziya mutated gen. Shu ATM ni kengaytmasi shunday bo'ladi. Ushbu holatda demak mutatsiyaga uchragan genni DNA repair mexanizmi mavjud bo'ladi. DNA repairda ham muammo bo'ladigan bo'lsa, ushbu ataksiya teliyangi ektaziya yuzaga keladi. O'zi normada ko'plab genlar mutatsiya bo'lib turadi, lekin DNA repair mexanizmi tufayli o'sha defekt odatda to'g'rilanib turadi. Lekin non-homologous end joining mana shu repair mexanizmi ishlamaganligi tufayli aynan ataksiya teliyangi ektaziya bilan ko'plab mana shu kasallikdan og'rish holatlari kuzatiladi. Ya'ni natijada repair ishlamayapti DNK mutatsiyasida. Bu DNA repair jarayoni ishlamagandan keyin hypersensitivity to DNA ionizing radiation. Mana shu radiatsiyaga nisbatan sezgirlik yuqori bo'ladi. O'zi radiatsiya qabul qilgan odamlarda ham DNA repair mexanizmi tufayli kamroq zarar ko'radi. Bu yerda agar DNA repair ishlamagan odamlarda esa mana shu zararlanish xavfi balandroq bo'ladi. Non-homologous end joining demak double stranded, ya'ni ikkita fragment ham o'sha uziladigan bo'lsa, bu gomolog bo'lmagan genlar yana qayta ulanishi mumkin DNA repair mexanizmi orqali.
gamma-log bo'lmaydi, lekin bir-biriga ulanadi. Aynan mana shu mexanizm ishlamayotganligi tufayli ushbu demak mutatsiyaga sabab bo'linyapti genda. Xo'p, qanaqa belgilari bor? Demak, ataksiya, teleangektaziya nomidan ham ko'rishimiz mumkin. Ataksiyaga sabab bo'lyapti bu. Markaziy nerv sistemasi cerebellumda muammo bo'layotgani tufayli ataksiyaga sabab bo'ladi. Yana ko'plab demak sistemik belgilar vujudga keladi. Shuningdek, skin teleangektaziyalar, ya'ni mayda qon tomirlarning kengayib qolishi bilan o'sha terida turli xil dog'larni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, immun tizimida ham mutatsiya tufayli o'zgarishlar vujudga keladi va ko'plab infeksiyalar bilan chalinish hamda malignansiyalar kuzatiladi. Ya'ni yomon xulqli o'smalarga sabab bo'lishi mumkin ekan. Demak, progressiv simptomlar bilan tug'ilgan o'sha ilk bolalik chog'idayoq progressiv simptomlar yuzaga keladi va bu dastlab o'sha o'zini yurishida, balansda, orientatsiyada muammolar bilan ko'zga tashlanadi. Ya'ni muvozanat bilan bog'liq dastlabki belgilar, muvozanat bilan bog'liq belgilar kuzatiladi ushbu kasallikda. Ya'ni cerebellar miya-shadagi atrofiya hisobiga birinchi yildayoq ataksiya kuzatiladi. Teleangektaziya degani o'sha qon tomirlar kengayib ketadi, kapillyar qon tomirlar teridagi. Shuningdek, ko'plab sinus hamda respiratory infeksiyonlar vujudga keladi. Immunoglobulинlar miqdori kam bo'ladi. Asosan immunoglobulin A hamda immunoglobulin G kam bo'ladi. Shuningdek, limfomalar xavfi yuqori bo'lar ekan. Demak, laboratoriyadagi o'zgarishlarga qaraydigan bo'lsak, alfa fetoprotein miqdori ko'p bo'ladi. O'ziga xos belgi hisoblanadi bu. Shuningdek, immunoglobulin A ni miqdori kamayib ketgan bo'ladi. Laboratoriyada ko'radigan bo'lsak, ataksiya teleangektaziyada. Bu shu kasallikka tashxis qo'yishimiz uchun muhim bo'lgan belgilardan biri hisoblanadi. Navbatdagi sindromimiz bu hyper IgM sindromi hisoblanadi. Bu class switching bilan bog'liq bo'lgan kasallik. Aynan B hujayralari mana CD40 hamda T hujayradagi CD40 ligand bilan birlashuvida muammo bo'ladigan bo'lsa, natijada ushbu kasallik yuzaga kelyapti. 70% holatlarda CD40 bilan bog'liq, o'sha T hujayra bilan bog'liq bu tomondagi muammo hisobiga bo'lar ekan. Esingizda bo'lsa, class switching jarayoni o'zi birinchi bo'lib turib, o'sha antibody response birinchi bo'lib turib immunoglobulin M ni miqdori hisobiga bo'lardi. Keyinchalik esa T hujayralar aralashib, boshqa antibodilarni ham sintezini amalga oshirib, natijada immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin E larni ham sintezlashga harakat qilardi. U konstant rejimning o'zgarishi tufayli ko'plab boshqa antibodilar ham sintezlanar edi. Chunki T hujayra bilan qachon bog'lansagina class switching amalga oshardi. Lekin T va B hujayralar o'rtasida bog'liqlik bo'lmayapti. Buni hisobiga class switching bo'lmaydi. Birinchi bo'lib turib o'zi IgM o'zini ta'sirini ko'rsatar edi. IgM o'sha antigen haqidagi ma'lumotni olib keyin T hujayraga bog'lansa, T hujayra yana boshqa antibodilarni ham sintezlardi. Lekin bu yerda birinchi bo'lib turib IgM ta'sir ko'rsatyapti, lekin T hujayra bilan bog'lana olmayapti va natijada boshqa antibodilar sintezi yuzaga kelmayapti. Demak, IgM ning miqdori ko'p bo'laveradi, lekin boshqa barcha antibodilar miqdori yetishmayapti, kam. Bu ham X-linked ekan, X-linked recessiv. Shuning uchun ko'proq erkaklarda, ya'ni bolalarda, o'g'il bolalarda ko'zga tashlanadi hyper IgM sindromi ham. Birinchi ko'rib o'tgan Bruton A gamma globulinemiya singari. Mana eslab o'tamiz, T-cell dependent activationda B hujayralar, demak, mana cross linking bo'ldi, antigen hamda antibody. Endi B hujayralar o'sha ma'lumotni prezentatsiya qilib berish kerak edi, o'zini MHC orqali T hujayralarga demak, uch yoqlama bog'lanish mumkin edi. Aynan mana shu yerdagi bog'lanish bo'lmayotgani hisobiga demak, class switching jarayoni bo'lmayapti. Va natijada boshqa antibodilar sintezlanmay qolyapti. Faqatgina hyper IgM ni o'zi ko'payib ketyapti. Buni tufayli
bakterial infeksiyalarga bo'lgan chalinish bolalikda o'sha chaqaloqlik paytidayoq kuzatilyapti. Sinuslarda pulmonary infection, o'pka bilan bog'liq infeksiyalar, pnevmoniya va sinusitlarga, otitis medialarga sabab bo'lar ekan va encapsulated bakteriyalar orqali bu narsa sodir bo'lar ekan. Chunki bilamiz IgM ni o'zi ta'sir ko'rsatadi, shuningdek IgGlar komplement sistemani aktivlaydi. Komplement sistema encapsulated bakteriyalarga qarshi kurashishda asosiy ish bajarar edi. O'sha antibody yetishmovchiligi komplement tizimini ham jalb qila olmayapti. Natijada encapsulated bakteriyalar bilan kasallanish miqdori ortyapti. Shuningdek, opportunistic infectionlar bilan ham kasallanish miqdori ko'p bo'lyapti. Bular pneumocystis, cryptosporidium hamda histoplasmosis. Ushbu demak opportunistic infectionlar deganda zamburug'lar nazarda tutilyapti. Pneumocystis, cryptosporidium hamda histoplasmosis. Bular opportunistic degani, opportunity bilamiz, sharoit degani. Qachon sharoit bo'lgandagina ko'zga tashlanadigan belgilar, ko'zga tashlanadigan zamburug'lar. Qachonki odamda immuniteti tanqis bo'ladigan bo'lsa, immuniteti past bo'ladigan bo'lsa, HIV bilan zararlanadigan bo'lsa, mana shu kasalliklarni, mana shu infeksiyalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan hyper IgM sindromi ham ular uchun yaxshi bo'lgan opportunity ekan. Demak, IgG opsonization funksiyasi ham kam bo'ladi. Hyper IgM sindromiga bo'lgan xos jihat. Navbatdagi sindrom Wiskott-Aldrich sindromi hisoblanadi. Bu ham X-linked disorder. VAS genida Wiskott-Aldrich sindrom geni bor o'zini. Bu o'zini nomidagi proteinni sintezlaydi. Qachonki ushbu protein yetishmovchilik bo'lsa yoki disfunksiya bo'ladigan bo'lsa, T hujayralarini sitoskeletini normal holatda saqlaydigan sitoskeletonda yetishmovchilik bo'lyapti. Ya'ni bu T hujayrani, T limfosit hujayrasini, demak ichki skeletini ta'minlab turadigan oqsil VAS protein T hujayrani o'sha shakl berib turadigan, ichki tomondan ushlab turadigan, tayanch vazifasini o'tab turadigan oqsil. Bu oqsil yetishmagandan keyin T hujayralari normada bo'lmaydi va normada ish bajara olmaydi. Aynan T hujayralari bilan bog'liq bo'lgan. Demak, immunologic sinaps ekan ushbu kasallik. Demak, antigen presenting cell ko'rsataveradi, normada ishlayveradi, lekin unga yetarli bo'lgan reaksiya yo'q T hujayra tomonidan. Demak, yosh o'tgan sari ahvol jiddiylashib boraveradi. Bu nafaqat T hujayraga xos, balki boshqa hujayralarda ham sitoskelet yaxshi bo'lmaganligi uchun boshqa hujayrada ham defekt ko'ramiz. Hozir bu haqida keyinroq. Demak, immune dysfunction bo'lar ekan. Yana platelets, ya'ni platelets miqdori kam, ya'ni trombositlarda ham sitoskelet miqdori yaxshi bo'lmagani uchun ularda ham miqdori kamayadi. Ekzemalarni ko'rishimiz mumkin, toshmalarni. Shuningdek, immunoglobulin E hamda immunoglobulin A ni miqdori oshganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, suyak ko'magi transplantatsiyasi bu yerda yechim va davo sifatida qo'llaniladi. Xo'p, Wiskott-Aldrich sindromida qanaqa belgilar kuzatiladi? Asosan male infant bo'ladi, chunki X-linked recessive 6 oydan keyin belgilar yuzaga keladi, chunki onadan o'tgan IgGlar tufayli immun himoya mexanizmi ishlab turibdi. Bu yerda ham ekzemalar bor, mana toshmalar qo'lda ko'rib turibmiz. Shuningdek, qon ketishlar hamda petexiyalar, bunga sabab trombositlar miqdori kam. Shuningdek, ko'plab infeksiyalar bilan chalinish. Wiskott-Aldrich sindromini boshqalar bilan farqlab olishimiz uchun, demak, toshmalarni ko'rishimiz mumkin ekan erkaklarda va trombositlar soni kamayishi muhim belgi hisoblanadi. Wiskott-Aldrich sindromi uchun keyslarda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat hisoblanadi bu. Demak, navbatdagi patologiyamiz leukocyte adhesion deficiency hisoblanadi. Leykositlarni adgeziyasi bilan bog'liq muammo. Bilamiz, leykositlar aynan yallig'lanish sohasiga, o'sha qondan o'sha yallig'lanish sohasiga o'tishi bir qancha jarayonlarni ko'rgan edik. Bu rolling jarayoni, margination, cell adhesion hamda transsellyular transport orqali endoteliyalar orasidan o'sha yallig'lanish sohasiga kirib borar edi.
aynan cell adhesion holatida muammo bo'lyapti. Bu yerda neytrofil hamda limfotitlarni migratsiyasi, transsellyular migratsiyasi muammo bo'lyapti. Demak, asosiy turi type 1 turi ko'proq uchrar ekan. Avtosomal resessiv kasallik ekan. CD18 da. CD18 xo'p, demak LFA1 antigen ham deb atalar ekan. Bunda integrinlarni beta subyunitlari muammo bo'lar ekan. Demak, leykotitlarda bilamiz integrinlar mavjud edi. Leykotitlar o'sha endoteliyda endoteliy hujayralari selektin ishlab chiqarardi. Bular esa integrin. Shu ikkalasi birgalikda birlashib adgeziyani hosil qilish kerak edi, lekin leykotitdagi integrinda muammo. O'shaning uchun bu yalvanish sohasiga kira olmayapti. Buni tufayli white blood cells, asosan polimorfonuklear hujayralar, neytrofillar, rolling hamda migratsiya jarayoni, adgeziya jarayonlari ishdan chiqyapti, yaxshi bo'lmayapti. Xo'p, qanaqa belgilarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi? Delayed separation of umbilical cord. Ya'ni demak, o'sha kindikni kesgandan keyin o'sha bitmay qolishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, after cord cutting inflammation occurs. Ya'ni kindikni kesgandan keyin ham o'sha yallig'lanish holatlari mavjud bo'ladi. O'zi normadan keyin 2-3 kunda bitib ketishi kerak bo'ladi, lekin o'sha yallig'lanish bitmay qolaveradi. O'sha yerda 30 kundan ortiq kindikda yallig'lanishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu tug'ma kasallik, avtosomal resessiv kasallik deb aytib o'tdik. Shu kasallik bilan tug'ilgan bolada mana shu belgilar yuzaga keladi. Demak, amfalit deyiladi ushbu stamp infectionga. Demak, boshqa belgilari ko'plab bakteriyalar infeksiyalar bilan chalinish belgilari ko'p. Neytrofiliya bo'ladi. O'sha white blood cellslar miqdori ko'payib ketadi infeksiya bilan chalinganda. Bu nimani anglatadi? Neytrofillar miqdori o'sha yallig'lanishga javoban ortyapti, lekin adgeziya bo'lolmaydi, o'sha ko'chib o'tolmaydi yallig'lanish sohasiga. Shuning uchun qonda ko'payib ketadi miqdori. Sintezlanaveradi, lekin o'ta olmaydi. Shuning uchun qonda miqdori ko'p. Navbatdagi patologiya bu Chediak Higashi sindromi hisoblanadi. Bu kasallik bilan esingizda bo'lsa ko'rib o'tgandik. Bir vaqtlar T hujayralar haqida gaplashib o'tganimizda bu lizosomalar hamda fagosomalarni birlasha olmasligi. Ya'ni fagositozni eslaydigan bo'lsak, dastlab o'sha makrofag yoki bo'lmasam neytrofil fagositoz qildi birorta infeksiyani, patogenni. Dastlab fagosomaga aylandi, keyin lizosoma bilan birlashib fagolizosomani hosil qildi. Fagolizosomani hosil qilib o'sha infeksiyani zararsizlantirdi. Lekin bu yerda Chediak Higashi sindromida lizosomada muammo bo'lyapti. U fagosoma bilan qo'shila olmay qoladi. Aynan lizosomal trafficking regulator list genida muammo bo'lyapti. Mikrotubul aynan lizosomani mikrotubulida muammo bo'lganligi uchun lizosoma yaxshi ishlamaydi. Natijada fagosoma bilan qo'shila olmaydi. Qanaqa belgilar ko'ramiz? Staphylococcus hamda streptokoklarga qarshi ko'plab infeksiyalar bilan chalinishi, shuningdek oculocutaneous albinism. Bu ham aynan mikrotubuldagi muammo tufayli vujudga kelyapti. Bu tufayli demak albinizm belgilarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Terini oqarishi, demak oqargan sariq sifat sochlar, demak ko'zning ham ochiq ko'k rangda bo'lishi. Demak, o'sha o'zi bu kasallik bilan tug'ilgan bolalar agar yashovchan bo'ladigan bo'lsa, unda neuro impairment bo'ladi, ya'ni nevrologik buzilishlar kuzatiladi. Demak, sezgi organlarida defitsitlar, kuchsizlanishlar yuzaga keladi, periferial neuropatiyalar vujudga keladi. Ko'pincha bu o'sha wheelchair bilan, ya'ni nogironlik aravachasiga o'tiradi. Tezda ushbu kasallik bilan
o'sha kasallangan bemorlar. Chronic granulomatosis disease bu bilan avval ham tanishganmiz. Ushbu kasalliklar qachon vujudga keladi? Nadef oksidaza yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, demak fagotsitlar odatda foydalanadi nadef oksidazadan H2O2 ni hosil qilish uchun, ya'ni reaktiv oksigen speslar hosil qilish uchun bular orqali respiratory burstni amalga oshiradi. Ya'ni radikal moddalar infeksiyalarga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bulardan demak vodorod peroksid ham xuddi shu reaktiv oksigen spesga kiradi. Katalaza negativ bo'lgan bakteriyalar o'zini H2O2si o'zlariga qarshi ishlaydi odatda bakteriyalarni o'zi vodorod peroksidi ishlab chiqaradida, ular o'zi ishlab chiqargan vodorod peroksidi o'ziga qarshi ishlaydi. Demak, enzim yetishmovchiligi bo'lgan taqdirda ham. Demak, organizm o'zi vodorod peroksidini hosil qilib bera olmayapti, lekin bakteriyani o'zi demak H2O2 ishlab chiqaradi va natijada o'ziga qarshi ishlaydi. Lekin katalaza pozitiv bo'lgan bakteriyalar uchun katalaza fermenti yordamida H2O2 suv va kislorodga demak parchalanadi. Buning natijasida ular saqlanib qolyapti. Ya'ni ular katalaza fermenti bo'lganligi uchun H2O2 o'zlariga qarshi ishlamayapti. Natijada o'sha katalaza pozitiv bo'lgan bakteriyalar bilan ketma-ket o'sha kasallanish kuzatilyapti. Demak, 5 ta asosiy organizm bor ekan. Xronik granulomatoz kasallikda Staph aureus, Pseudomonas, Serratia, Nocardia hamda Aspergillus. Mana shu kasalliklarda ushbu demak patogenlarda katalaza fermenti mavjud bo'lganligi uchun xronik granulomatoz kasalliklariga sabab bo'lyapti ekan. Demak, bu yerda vodorod peroksid bakteriyani nobud qila olmayapti, chunki parchadan yuboradi. Demak, zararsiz bo'lgan, demak bakteriya uchun zararsiz bo'lgan molekulalarga. Mana bakteriyani o'zining katalazasi H2O2 ni bloklar ekan, yoki bo'lmasa H2O hamda O2 kislorod va suvga parchalar ekan. Bu bakteriya uchun zararsiz bo'lgan moddalar hisoblanadi. Xo'p, bunga qanday aniqlaymiz? Chronic granulomatosis diseaseni nitroblue tetrazolium test orqali. Bu neytrofillarga qo'shilar ekan ushbu bo'yoq hamda demak nadef oksidaza fermenti yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda ko'kka bo'yalar ekan ushbu nitroblue tetrazolium. Demak, agar qancha darajada mana shu ko'kka bo'yaladigan bo'lsa, bu shunchalik nadef oksidaza fermenti yetishmovchiligini ko'rsatadi. Ya'ni mana bu reaktiv oksigen speslar o'sha ko'kka bo'yalishini ta'minlaydi. Demak, nadef oksidaza qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, reaktiv oksigen spes ya'ni H2O2 miqdori bor degani. Agar bunda yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, ko'kka bo'yalmay qolar ekan. Xo'p, demak, innate immun defektlaridan yuqorida ko'rib o'tgan innate immun tizimiga oid, ya'ni defektlar edi. Yuqorida tanishib o'tganlarimiz, ya'ni tug'ma immunitet bilan bog'liq kasalliklar, tug'ma immunitet komponentlari yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar edi. Bular leukocyte adhesion deficiency, neytrofil migratsiyasi kamayishi hisobiga chedek, higashi, lizosoma bilan fagosomani fusioni bo'lishi yetishmovchiligi tufayli, mikrotubullar tufayli, mikrotubil yetishmovchiligi tufayli bizda immun tanqisligidan tashqari neurologik impairmentlarni ko'rishimiz mumkin edi. Bundan tashqari albinizmlarni ko'rishimiz mumkin edi. Kronik granulomatoz kasallikda esa nadef oksidaza yetishmovchiligi tufayli respiratory burst jarayoni bo'lmaydi. Katalaza pozitiv bo'lgan infeksiyalardan chalinish holatlari yuzaga kelayotgan edi. Demak, do'stlar, immun defitsitiga oid bo'lgan sindromlar mana shulardan iborat edi. Yo'l qo'ygan xato kamchiliklarimiz uchun uzr so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu kasalliklarni yaxshilab tushunib, yaxshilab bir-biridan farqlab olishni o'rganishimiz kerak. Bu immunologiyada juda ko'p tushadi keyslarda ushbu kasalliklar. Bu mavzuni yaxshilab o'rganib olishimiz talab qilinadi.
E'tiboringiz uchun yana bir bor rahmat.